قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Bu ayette hem ben fakat şu özümüzdeki ve tu'izzu men teşâ degan şu şahidnilam men başqasını tercih qilib bo'lmayman. Sen xaligan kishini aziz qilasan ey Rabbim dedi. Ha? Xaligan kishini sen aziz qilasan, xaligan kishini xar qilasan. Butkul yaxshilik sening qo'lingda ey Rabbim deb Allohga bo'lgan iltijo bu. Allohga bo'lgan duo. Allah'ның xaligan kishini aziz, xaligan kishini xar qildiganligidan iborat bu ma'no tushuntiryapti bu yerda. Ya'ni Alloh'ның aziz qiluvchi ismini tushuntirib beryapti. Demek qadrli qarindoshlar, inson shu narsani tasavvur qilaylik. Bir insondan Alloh subhanahu va taolo Allah o insonni tashdim etgan vaqtida o insonning qimmati nalarga tushdi. Ya'ni bir inson asman pelekka en yuqori mertebedeki bir insonni Allah tashdim etgan vaqtida xuddi o inson osmondan yerga tushib ketgandeklam shu qadar har holatda qilib qoladiki Allah o insonni tashigan vaqtida bugun podshoh bo'lishi mumkin, ati bir qalanda divan bo'lishi mumkin. Bugün en çoğun bay bo'lishi mumkin, ati en divani en xar inson bo'lishi mumkin. Bugün en hürmetli inson bo'lishi mumkin, ati en xar inson bo'lishi mumkin. Allah bir insonni tashrif etgan vaqtida o insonning qimmati nima? Nalar ketadi o inson? Faqala taala Allah subhanahu va taala shunday deydi sura Hajda ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Öyle bakayla. Ya Rabbi bu ayetler insanı qanchalik tuyg'ularga, qanchalik chunqur hissiyatlarga başlatmağını qadrli qarindoshlar. Şu ayetni, şu Rabbimizning şu sözlerini o'yinlab bakayla. Ko'rmamsan ki dedi Allah subhanahu taala. Allah subhanahu va taolaga osmonlardagi va zimindagi butkul narsa Allohga sajda qildi. Allohga bo'ysundi, Allohga taslim bo'lib, ya Rabbi deb Allohga tiz cho'kdi dedi. Osmon zimindagi hamma narsa, quyosh, ay, yulduz, tog'lar, daraxt va davab bütün ömüleydiğen mahluklar, ziminde ömülep malgan barlık mahluklar ve insanların köpüncisi Allah'a secde kıldı. Ve kesirun hakka aleyhil azab ve nurgulgan insanlarga nemesi azap haklık buldu dedi bular. Haklık buldu dedi. Kimni Allah kimni xar qiladigan uni hürmetlilik kıldıgan hiç kim yok dedi. Yuqori degandek bir insonni Allah tashrif etgan vaqtda uni izzatlaydigan, uni hurmatli qildigan hech kim yo'q qadrli qarindoshlar. Fam va may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Allah kimni xar qiladi ekan, kimni tövanga tushiradi ekan, uni hurmatligichi, uni izzatligichi asla yo'q. Asla topolmaysan buni dedi. İnnalloha yef'alu ma yasha. Allah xoliqini qiladi dedi. O'ylab bakayla qadrli qarindoshlar. Shuning uchun hayotimizning ko'pincha sohasi, ko'pincha juz'isi, ko'pincha nuqtasi nima bo'lsa, o'zimizning izzat hurmatiga bog'liq qadrli qarindoshlar. Bir insonning hayotda agarda izzat hurmati bo'lmasa, izzati hurmati kishilarning, insonlarning nazarida biz izzat hurmatli bo'lmasa, hamma kishilar xohlasa, bu insonning dunyoda ikki putlab mengib bu yashigandan yashimag'ini ming a'lo. Shu inson o'zining dunyoda o'tgan har bir minutidan nafratlanmaydi qadrli qarindoshlar. U inson agar hurmatlanmasa, kishilar tarafidan xori ko'rilsa, kishilar tarafidan ayiblanib tursa, u insonning hayotda yashimi bir xil jahannamga aylanadi qadrli qarindoshlar. Hayotimizning eng ko'p bo'limi bizning izzat hurmatimizga bog'liq bu. Shuning uchun agar aziz bo'lmoqchi bo'lsak, agar Allohning izzatlashiga erishmoqchi bo'lsak va dunyoda izzatli yashamoqchi bo'lsak, Al-Aziz Rabbimiz bilan birga bo'lishimiz kerakki, shoir nihoyat go'zal aytgan: "Ij'al li robbika kulla izzika yastaqirru va yasbutu fa iza tazazta biman yamutu fa inna izzaka mayyitu" dedi. Ey inson, sen butkul izzatning hammasini Rabbing uchun qilgan dedi. Barliq sening izzating Rabbing tarafidan keldigan shaklda hayotingni to'g'rilagan. Barliq izzatingni Rabbing tarafidan deb bilgan, Rabbing tarafidan kelishini orzu qilgan va bu shunda qilsang, sening bu izzating, sening
Ali buluşun, izzetlik buluşun, devamlık halette sende karar elip durdu, devamlık sende sabit olup hayatından ayrılmaydı dedi. Eğer de sen ölüdüğün bir məxluqlar bilen izzet talep kıldıken sen, izzetini ölüdüğün məxluqlar bilen birlik kıldıken sen, şeksiz ki senin izzetin hem ölüktür dedi. Fe inne izzeke meyyitu. Demek bu mənlərini nəhayət çunkuru düşünüşümüz gerek kadarlı qardaşlar.